Birinchi savol ishlaymiz. Bizda x SO4 ko'paytirilgan 6 ta suv. Buni molar massasi 213 ekan. Demak, mana buni topishimiz kerak x da. X da o'zini yozdim. Plus mana bu 32 ga buni qo'shsam 96 bo'ladi. Plus 6 ni 18 ga ko'paytirib yuborsam 6 ko'paytirilgan 18 108 bo'ladi. 108 bo'ldi. Teng bizda 213 molar massasi. X da o'zini yozamiz barobar 213 ni yozamiz. Va bu yoqqa minus bo'lib o'tadi. Minus 108. Bu ham plus ishora barobardan bu tarafga o'tganda minus bo'lib o'tadi. 96 213 dan ayiramiz. 108 ni ayiramiz. Demak 96 ni. 9 qoldi. X'imiz demak 9 bo'lsa, bu beriyli bo'ladi. Javob A bo'ladi. 2-1 da ishlaymiz. X2 karbonat ko'paytirilgan 8 ta suv. Molar massasi 250 ekan. Demak 2x plus mana buni hisoblasak 12 ga qo'shsam 48 ni, ya'ni 16 ko'paytirib chiqdi. 60 bo'lar ekan. 60 bo'ldi. Plus mana 8 18 ga ko'paytirib yuboramiz. Demak 8 ni ko'paytirsam 18 ga 144 bo'ldi. 144, ya'ni 8 ko'paytirilgan 18. Teng 250. 2x bor, 250 dan bularni ayirib yuboramiz. 250 ayrilgan 144 ayrilgan 60, chunki bu yoqqa o'tganda ayrilib ketadi minus bo'lib. 46 ni 2 ga bo'lsak x teng 23, ya'ni natriy bo'ladi. Shuni so'rab javob B bo'ladi. 3-1 da ishlaymiz. Bizda berilgan magniy XO4 ko'paytirilgan 3 ta suv. Bizda demak 24 bo'ladi magniyniki, bu plus x plus bu 64 plus bu 3 ni ko'paytirsam 18 ga 54 bo'ladi. 54 va molar massasi 270 berilgan. X da o'zini yozamiz. 270 dan bularni ayirib yuboramiz. 270 ayrilgan 54 ayrilgan 64 ayrilgan 24. Shunda 128. 128 teldur bo'ladi. 128 demak massasi nisbatan massasi teldurga tegishli. Javob C bo'ladi. 5-1 da ishlaymiz. Demak kalsiy SO4 bor, ko'paytirilgan n ta suv. Massasi buniki 40 plus buni qo'shsak 96 bo'ladi. Plus bu endi 18 n bo'ladi. Barobar massasi 280. 18 n ni yozib qo'yamiz. Bu yoqqa 280 ni ikkalasini ayirib yuboramiz. 280 ayrilgan 96 ayrilgan 40. Sababi barobardan bu tarafga o'tganda ishorasi o'zgaradi, ya'ni minus bo'lib qoladi. 144. Bo'lib yuborsak 18 ga 8 chiqadi. N teng 8. Demak 8 ta suv. Javob C bo'ladi. 7-1 da ishlaymiz. Natriy 2 SO4 ko'paytirilgan n ta suv bor va foiz oltin gurtga berilyapti. E'tibor beringlar. Oltin gurt foizi 20%. Pastiga 100 qo'yamiz. Yoki shuni biz bunday yozib olsak, mana qaranglar. 0.2 ya'ni ulushda, ya'ni 100 ga bo'lib yubordim. 20 bo'lsa 0.2, ya'ni 100 ga bo'lib yozib qo'ysa oson chiqadi. Endi tepaga endi faqat oltin gurti bo'lganiga tepaga faqat oltin gurt qo'yiladi. Bizda bor 32 faqat. Bitta oltin gurt bor, shuncha 32 ni o'zini yozdim. Pastga jamni yozaman. Mana bu massasini hisoblasam 142 plus buni hisoblasam 18 n bo'ladi va tenglamani ishlasam chiqadi. Bu yoqqa ko'paytirsam 32 barobar 0.2 ni ko'paytirib yuboraman. 142 ko'paytirilgan 0.2 28.4 plus 18 ni ham, endi mana bu 18 ni ham ko'paytiramiz 0.2 ga. 3.6, ya'ni 3.6 faqat n bo'ladi. 32 dan ayrilib ketadi. 32 ayrilgan 28.4. 3.6. Bu yoqqa 3.6 yozdim. Chunki bu yoqqa o'tganda ishorasi ayriladi. Bu yoqda ham 3.6 n. Endi topish uchun ya'ni 33.6 ni bo'lib yuborishimiz kerak. Ya'ni mana bu 3.6 n ga 1 chiqadi. Demak, mana 1 bor ekan. Javob A bo'ladi. 8-1 da ishlaymiz. Formulani yozamiz. Litiy silikat ekan. Ko'paytirilgan n ta suv.
o'sha mas'ul ishga qo'yib olamiz. Mas'ul ish topish formulasi, ya'ni hisoblaymiz barobar 50% bo'lgandiki 100 ga bo'lib yuborsak 0,5 bo'ladi. 0,5 taqsim 1. Va suvni mas'ul tepaga nima qo'yiladi? Suv. 18 n. Pastiga hammasi jamiz qo'yiladi, chunki 100% bo'lganligi uchun. 7 ni 2 ko'paytirsam 14, qo'shaman 28 ni, qo'shaman 48 ni. Shunda 90 ekan. 90 chiqdi. Bu tuzimiz kim bu? 18 n. Shuni ishlab olaman. 1 ni bu yoqqa ko'paytirsam 18 n bo'ladi barobar. Buni ko'paytirsam 90 ko'paytirilgan 0,5 bo'lsa 45 bo'ladi. Buni ko'paytirsam plus 18 ko'paytirilgan 0,5 9 bo'ladi, ya'ni 9 n. 18 n'dan 9 ayrsam bu tarafga 9 n, ya'ni katta tomoni yoziladi. Bu yerda 45. 45 ni bo'lib yuboramiz 9 ga. Shunda tenglama ishlasak n teng 5 chiqadi. Javob B.